Dasturimizni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim voqealari tafsiloti bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yo'l belgilari yo'l harakati xavfsizligi tizimida muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, yo'llarda transport vositalari va piyodalar harakatini tartibga solishga, yo'l harakati qoidalariga rioya etilishi va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ammo afsuski, belgilarga amal qilmay, nafaqat o'zi, balki atrofdagilar hayotiga ham jiddiy xavf soladilar. Nima narushение qildinglar buni? Nazorat qilyapti. Haydovchi amaldagi yo'l harakati qoidasini 3-bandni buzib, ya'ni 3-19 yo'l ta'sir doirasida nazorat qilyapti haydovchi. Nimaga burmayapman? Yo'lga qo'yib qo'ygan. Yo'q, bu yoqqa qo'yin deganimcha sirasi qo'ydim. Aka, qo'ysangiz-chi yo'q. Bir safar. Xizmatchiga hurmatli haydovchi. Telefonlarni aytib iltimos. Hurmatli fuqaro, bayonnoma rasmiylashtirish davrida muloqot mazkur qurilma orqali yozib olinayotganligi haqida ogohlantiring. Faqat elektron imzo chekasiz. Nima qilishim kerak? Elektron imzo chekasiz, qo'l qo'ying. Nima imzo? Aka, imzo chekishdan bosh tortasizmi? Bosh tortaman, aka. Imzo chekishdan bosh tortib, holat qilamiz unda. Mana ikki bolalarim, xotinim kelin tutib turuvdi, aka. Shunga ko'rmay qolib nazorat qilyapman, aka, adashib. Da'vo e'tirozlaringiz bormi qonunga nisbatan? Yo'q, e'tirozim yo'q. Haydovchi Yangi shahar Samarqand ko'chasi hokimiyat chorrahasida 3-19 ta'sir doirasi yo'l belgisiga amal qilmasdan nazorat qilib hamda haydovchi to'xtatildi. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirganda, haydovchiga qoidabuzarlik tushuntirganda, haydovchi e'tiroz bildirib qo'l qo'yishdan bosh tortdi. Xolislar ishtirokida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qonuniy chorasi ko'rildi. Ayrim insonlar alkogol iste'mol qilganidan so'ng ham o'zini to'liq nazorat qila olishini da'vo qiladi. Biroq aynan shu ishonch ular o'sha paytdayoq alkogol ta'sirida ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Chunki alkogol insonning diqqatini, tezkor fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini sezilarli darajada susaytiradi. Shu ahvolda ba'zilar sekin haydasam hech kim bilmaydi degan xato fikr bilan rulga o'tiradi. Bu bilan nafaqat o'zining, balki atrofdagilarning hayotini ham jiddiy xavf ostiga qo'yadilar. Turur. Fla. Hey. Fla yana qaranglar. Men senga aytaman, uka. Fla turib sharishtirganda. Ushbu transport vositasi Chirchiq shahrida to'xtatilib tekshirilganda, transport vositasining haydovchisining og'iz bo'shlig'idan spirtli ichimlik iste'mol qilganligi alomatlari sezildi va ushbu transport vositasi haydovchisi alkotester moslamasidan o'tganda spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi jarima maydonchasiga qo'yildi. Bir qadah spirt bir umrlik pushaymon bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, hushyorlikni yo'qotmay qonun qoidalariga amal qilib yuring. Avtomashina egalari diqqatiga: transport vositangizni boshqa shaxsga boshqarishga berish va yo'l harakati qoidalari buzilishlari uchun javobgarlikni o'tkazish tartibi belgilandi. 2026-yil 1-apreldan boshlab avtomobil egalari boshqarish huquqini boshqa shaxsga shartnoma, ishonchnoma yoki sug'urta polisi asosida bergan bo'lsa, bu haqda rasmiy ravishda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki yo'l harakati xavfsizligi xizmatining Safe Road mobil ilovasi orqali yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga xabar berishi mumkin. Transport vositasini boshqarish huquqini olayotgan shaxs o'zining Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki yo'l harakati xavfsizligi xizmatining Safe Road mobil ilovasidagi akkaunti orqali kelgusida qoidabuzarliklar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini tasdiqlashi shart bo'ladi. Shundan so'ng yo'l harakati qoidasini buzganlik uchun javobgarlik avtomobilni boshqargan shaxsga o'tkaziladi. Endi esa mazkur tartibni har ikki elektron tizim orqali qanday rasmiylashtirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Avvalo mygov.uz saytida transport vositalarini boshqarish huquqini olgan shaxslarni xabardor qilish xizmati tanlanadi. Shundan so'ng ro'yxatdan tegishli transport vositasi tanlanib, uni boshqarish huquqini olayotgan shaxs haqidagi ma'lumotlar kiritiladi. Jarayon yakunlangach, tizim tomonidan shakllantirilgan QR kodli kvitansiya orqali to'lov amalga oshiriladi. To'lov tasdiqlanganidan keyin boshqarish huquqini olayotgan shaxsga rozilikni tasdiqlash uchun xabarnoma yuboriladi. Ushbu shaxs rozilik bildirganidan so'ng kelgusida sodir etiladigan qoidabuzarliklar bo'yicha barcha mas'uliyat
to'liq uning zimmasiga o'tkaziladi. Safe Road ilovasida xizmatlar bo'limiga kirib, jarimalarni ishonchnoma asosida o'tkazish sahifasi tanlanadi. Keyin ro'yxatdan transport vositasi tanlanib, uni boshqarish huquqini olayotgan shaxs haqidagi ma'lumotlar kiritiladi. Jarayon tugagach, tizim tomonidan shakllantirilgan invoice orqali to'lov amalga oshiriladi. To'lov amalga oshirilganidan so'ng boshqarish huquqini olayotgan shaxsga rozilikni tasdiqlash uchun xabarnoma yuboriladi. Uning roziligi olingach, kelgusida sodir etiladigan qoidabuzarliklar bo'yicha mas'uliyat to'liq ushbu shaxs zimmasiga o'tkaziladi. Azizlar, ogoh bo'ling, belgilangan tartib qoidalarga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.